Assalomu alaykum. Hurmatli Tatiana Akbarovna, qadrli mehmonlar, ustozlar. Bugun muhtaram birinchi prezidentimiz haqida, buyuk bobomiz haqida ko'p va ko'p gapirildi. So'zga chiqqanlarni to'lqinlanib, so'zlarni yakuniga yetkiza olmay uzoq vaqt so'zlaganlarning ham sababi bor. Chunki u inson haqidagi bizning xotiralarimiz, bizni taassurotlarimiz cheksiz. Shu o'rinda men ham kichkinagina bir voqeani ijozatinglar bilan aytmoqchi edim. 2001-yili men 6-sinfda o'qirdim. O'sha yili esinglarda bo'lsa, yangi 3000-yillik, yangi asr, 21-asr qarshi olindi va shu bilan bir qatorda prezidentlik saylovida muhtaram birinchi prezidentimiz juda ham ko'plab ovozlar bilan g'olib bo'ldilar va qayta saylandilar prezidentlik lavozimiga va undan tashqari o'zlarining 63 yoshlarini, payg'ambar yoshlarini qarshiladilar. Xuddi shu munosabati bilan men bir ularni yurtini bir kichkina farzandi sifatida maktub yozdim ularga. Andijon viloyatida istiqomat qilardik. O'sha paytda ham shu san'atga qiziqishimiz bor edi, sahnalarga chiqib yurardik. Tabriklab, bayramlar bilan, tug'ilgan kunlari bilan, yaxshi kunlar bilan va qayta saylanganlar bilan tabriklab va bir orzuyimni aytgan edim. Vaqtiki kelib, o'sha maydonlarda, mustaqillik bayramlarida, Navro'z bayramlarida sizda qarshingizda turib qo'shiq kuylash nasib qilsin. O'sha paytda siz bilan yuz ko'rishaylik deb maktub yozgan edim. Va u maktub yetib boribdi va menga javob xati kelgan. U xat hali hamon ardog'imizda saqlanadi. Va menga bir katta bir o'yinchoq bilan birgalikda mana shu maktubni yuborganlar. Va oradan vaqt o'tib mustaqillik maydonida biz ular bilan diydorlashdik va meni shu voqea hayratga soldiki, hali hamon o'sha maktub ularning eslarida ekan. Haligi san'atkorlar birgalikda to'planib ular bilan ko'rishga ishtiyoqmand bo'lib turgan paytimizda men bilan ko'rishib bag'rlariga bosib, sen zo'rsan, men sen bilanman. Shu ijod yo'lidan qaytmagin deb ketayotgan joylarda orqaga qaytib aytgancha, ko'rdingmi? Menga xat yozgan eding. O'sha xating mana endi ro'yobga chiqdi. Nimaga endi xat yozmay qo'yding? Katta bo'lib qoldingmi degan edilar. Bunaqa xotira, bu holatdan keyin nima deydi? Har qanday inson o'zini yo'qotib qo'yishi tabiiy. Millat boshchisi, davlatning rahbari hech bir so'z deya olmadim o'sha paytda. Lekin ana shu aytmoqchi bo'lgan so'zlarimni, bu inson haqidagi meni xotiralarimni, bu insonga bo'lgan mehr va muhabbatimni mazkur yangilaydigan qo'shiq orqali sizlarga havola etmoqchiman. Marhamat.